mashinada bittasini urib yubordim. Voy, Men seni adang bo'laman, tanimadingmi? Adam? Ha? Bu sizga o'rganib qopti. Ha. Nega bolani yolg'iz qoldirdingiz bunaqa qilib? Qo'shnilarnikini qaradingmi? So'radim, opa. Voy, opa! 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 pochcha xavotir olyaptilar. Bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lardi-ku. Sabr kosam to'ldigina. Hamma narsaning chegarasi bor. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Men choyga qaray. Yo'q, men o'zim qarayman. Voy, siz o'tiring, ana Asalxon qaranglar. Meni uyim bo'lib qoldi-yu, xola. O'zim qarayman. Hozir damlab kelaman. Bor, yordamlashma. Xo'p. Yaxshi kelib Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Opa, nega ketib qoldingiz? Ketmasam bo'lmasdi kenaga. Pochcha xavotir olyaptilar. Bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lardi-ku. Boshqa chidolmayman. Sabr kosam to'ldigina. Hamma narsaning chegarasi bor. Birovning uyida sig'indi bo'lib yashagandan ko'ra ko'chada qolgan yaxshi ekan. Pochcha bilan gaplashyapsiz bo'lmasmidi? Nima, shunda ajrashmoqchimisiz? Boshqa yo'lim yo'q kenaga. Kecha rosa o'tkazib yorishgandan qizlarimni tutib olib urgandim. Nega? Bolalarni nega urasiz? Voy, to'ydirib yorishdi-da kenaga. Bularchi bola emas, balo. Menga qaynana bo'la ikkita. Qaynana ham bunchalik bo'lmaydi. Ikkita qaynana ko'rib men bunaqa insonlarni ko'rmaganman. Yosh bo'lib turib ko'rmaysizmi? Odamning xayoliga kelmaydigan ishlarni qiladi. Ulardan chiqayotgan gaplar, qilayotgan ishlar shunaqa qo'rqinchli. Men unaqa narsalarni kinolarda ko'rganman kenaga. Voy, o'ylasam juda ham qo'rqinchli. Ertaga bir joyga boradigan, birovning ishiga boradigan qizlar. Bularning ertasi nima bo'larkin? Men bularni eplolmayman. Asabim, sog'lig'im o'zimga kerak kenaga. Bolamamchi bekorga tushmagandir kenaga. Xudoyim ham xolamagandir shu oilada yashashimni. O'zi ahmoqman erga tegan. Opa, yaxshi bo'lib ketar. Sabr qiling. Eng muhimi eringiz yaxshilar-ku. Urmasalar, so'kmasalar. Kenaga, eringiz yaxshi bo'lib turib, Anita ikkita kichkinagina qiz sizga azob bersa, eringiz yaxshiligi ham ko'rinmas ekan. Ko'rinmayapti, hech nima ko'rinmayapti ko'zimga. Erim ham nima qilishni bilmayapti. O'rtada ikki o't orasida qolib, nima qilishini bilmayapti. Menga yon bossa bolalari, bolalarga yon bossa men, o'shancha u bechora ham baxtli yashasin. Endi shunda ham bir og'iz telefon qilib qo'yavering. Xavotir olib o'tiribdilar. Hozir bilasizmi, telefon qilsam birpasda uchib keladilar. Yana olib ketadilar. Yana xuddi o'sha eski ssenariy meni hayotimda takrorlanadi. Charchadim kenaga. Boshqa ko'tara olmayman. Anu, bir narsa bo'ladi-yu, uxlaysan, tush ko'rasan. Har kuni o'sha tush, eski tush, bir xil tush. Meni hayotim shunaqadan iborat bo'lib qoldi kenaga. Ajrashdingiz ham deylik. Qayerga borasiz? Eringiz uyingizni sotib yubordi. Menga o'xshab ko'chada qoldingiz. Nima qilasiz? Kenaga, taqdirimizni o'xshashligini qarang.
Bir yo'lni toparmiz. Ko'chada qolmasmiz. To'g'risini aytsam, hozir bu narsalar meni umuman qiziqtirmayapti. Umuman. Hammasini noldan, boshqatdan boshlamoqchiman. Sal o'zimga kelsam, bitta kvartira topaman. Ishimni yo'lga qo'yaman. Biramanliman. Xullas, kecha-yu kunduz ishlab, bitta uy olaman kenaga. Hozircha bor kuchimni shu uy olishga qaratmoqchiman. Siz meni o'ylamang. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Mohi yaxshimi? Doktorga bordinglarmi? Bordik, ha. Yaxshi hammasi. Yaxshi bo'lsin, asalim. Qizlar, choyni olib kel. Hozir xola, boring men choy qo'ying. Bular qayoqqa ketdi deb kutib o'tirishgandir. Boring kenaga. Hozir choy damlab boraman. Bolam, uyda hech kim yo'q-ku. Balki meni qidirib chiqib ketgandir. Nima qilamiz endi? Bilmadim. Siz keturingda. Samarqandimni tashlab keting, bo'ldi. Uchtiraman shu yerda. Opam keladilar. Samandar, Xolam keldilar. qayerda eding? Nima ketib qolding? Qayerda yuruvding? Adam olib ketdilar. Siz olib ketuvmidingiz? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Siz deb opam kasalxonadalar. Qanaqa kasalxona? Yuraklari yomon bo'lib qoldi. Nima yomon bo'ladi? Bitta olimdan qoldilar. Nima olib ketasiz? Qani, qaysi kasalxonada? Yur, men o'zim boraman. Dorilarni olib beraman. Oyi. Oyi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Oyi. Samandar. Keldingmi bolam? Qayerda eding? Siz Pochcham olib ketgan ekanlar. nimaga meni bolamga yaqinlashdingiz? Yaxshimisan? Ahvoling og'ir ekan. Xohlasang boshqa kasalxonaga olib boraman. Men bolamga yaqinlashmang. Agar yana bir marta bolamga yaqinlashsangiz, bu safar tirik qolmaysiz. Adam menga rosa ko'p narsa olib berdilar. Oyi. Adam yaxshilar. Pochcha, keta qoling. Opamga hozir asabiylashish mumkin emas. Samandar, Oh, men ketaman boshqa shaharga. Sen bemalol telefon qilishing mumkin menga. Boya veligingni qog'oziga nomerimni yozib qo'yganman. Telefon qilver. Veli mashinada-ku. Olib borib berishadi. Uyingga. Xo'pmi? Xo'p. Xayr. Rahmat, ada, yaxshi. Oyi, yig'lamang, nega yig'layapsiz? Ha, G'ayratjon. Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Ha, keldim. Qaddasiz? Qishloqdaman. Hozir boraman. Xoladan xabar olay deb bir o'kiruvdim. Ha, uyga borsangiz bironta ovqat qilarsiz. Ulgurmadi keliningiz.
kasalxonaga tushib qoldi. Voy, nima bo'ldi kelinga? Bilmayman, u groza deydi. Hozir o'shanga dorilari ham qimmat ekan. Pul qidirib bozorga og'aynim oldiga ketayotgandim. Ha. Menga qara, puling yo'qmi seni? Ha, yo'q, hozir ko'ryapsiz, do'kon ishlamayapti. Ha, Nima qilishni bilmayapman. bo'ldi o'ylama sen uni. Menga kartani tashavor. Pulingiz bormi o'zi? Voy, nima deganing bu? Pulingiz bormi? Albatta bor. Sen u yog'i bilan ishing bo'lmassin. Uyda kim bor? Adashmasam jingalak uyda. Ha, yaxshi. Kartani tashavor. Bo'pti, opa, dorilarni hozir tashab kasalxonaga keyin boraman uyga. Xo'p, mayli, bo'pti. Mayli. Hey, ukam tushmagur-ey. Oyi. Oyijon. Ay. Nigora. Ha. Oy, yana boshlandi. Assalomu alaykum. Oyijon, bu odamningiz kirib yotganingizni qarang. Ha. Voy, Voy, sog'inib yaxshi ketdim keldingizmi? sizni. Voy, men ham sog'inib Nima bo'ldi? ketdim. Voy, tinchmisiz? Yaxshi keldingizmi? Oyijon. Nima ahvol? Ha, sizni bolalaringiz anu Nigorani qo'l orqasiga yopishgan. Hamma yo'ni men yo'yamanmi? Jonajon, keliningiz-ku Nigoraxon. Voy, kesatmay qoling, xo'pmi? Voy, uyda bitta nonush ochsa, meni go'shimni yeb janjal qilardingiz. Shunda yoyilib yotganda uxlab yotishingizni qarang. Voy, menga ham gap bering. Voy, o'zingizni maqtaganingiz maqtagan. Ha, endi siz shunaqa tozalikka o'rgangansiz, shunga haligi esingizdan chiqarib qo'ymayin deb eslatib turardim. Shu Nigoraga ham o'rgatsangiz nima qilarkin-a? Ayjon, sog'inib ketdim sizni. Men ham sog'indim. To'g'risi, ishoning, uyimiz shunaqa zerkarli bo'lib qolgan. Faqat uxlayman. Erischi, o'g'lim so'rab turadimi meni? Sog'inmabdimi? Yo'q, endi har kuni ishda-ku. Men sizni juda ham ko'p sog'inaman, oyijon. Oyijon, o'zi bolalar qani? Cho'milishga ketishgan. Voy. Ha? Ish qilib oqib ketmaydimi? Oqar suv emasmi? Voy, hozir nima qilmang? Niyatni yaxshi qiling. Hozir bolalar ko'pi suvga oqib ketyapti. Qo'shninikida ana kichkintaygina baseyni bor ekan, o'sha yoqqa chiqib ketishdi. Ha. Qorayib ketadi lekin oyijon, ertaga maktabga qop-qora bo'lib chiqishadi. Ha, endi adasiga o'xshab qora bo'ladi-da. Ha, mayli. Voy, menga qarang, tushunmadim. Siz kim bilan keldingiz? Oyim bilan keldim. Oyim tog'amga kirib ketdilar. Haligi Daryo anu buvinikiga kirib ketdi. Oyim borasanmi dedilar. Shartta mashinaga chiqib oldim, boraman deb. Sizni sog'indim, oyijon. Men bir oyjonni oldilariga borib, bir yotib kelay, hidlariga to'yib dedim, oyijon. Oyingiz kelmasa kellam bu yoqqa. Endi bilmasam, men siz haydi bundoq xudodan xabar olib, singlim deganman oyingiz. Oyim mehmon bo'lib kelyaptilar. Siz dasturxon qilib, go'shtlar qovurib qo'ysangiz keladilar. Sizni nima olib qo'yimmi? Voy, turing darrov, xizmat qiling. Men mehmon bo'lib keldim-ku. Ja, mehmonsiz. Oyijon, keling, dondozika o'ynaymiz. Kim yutqizsa o'sha ovqat qiladi. Yana nima o'ynamoqchisiz? Bekimacha o'ynamoqchimisiz? Men yutsam, uy tozalayman. Siz ovqat qilasiz. Siz yutsiz, siz o'lan yig'ishtirasizmi yoki qilaman? O'rtog'ingizman men sizga. Men qaynanangizman, xo'pmi? Shart qo'yish qaranglar buni. Siz bir pasda qaynana pozitsiyasiga qatdan o'tib oldingiz. Toshkentda unaqa emasdingiz-ku. Qishloqda mana shunaqa, qishloqda hamma qaynanaligini qiladi. Shaharda endi siz oyi. Oyi. Ana yigitingiz nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Shuncha kelib meni nastroyeniyamni ko'targaningiz bir tinkildingiz. Endi esimdan chiqazvatuvdim. Eslatdingiz menga. Oy, xudoyim. Voy, ajon. Qizib ketyapsiz, dardingizga davo edi u. Keling, joy sovasizmi? Ha. Ay, charchab qoldim. Voy, keling, bering menga. Yo'q, o'zim qilaman. Oppa. Bering.
Odam ish qilmasa birpasda hansirab qolar ekan. Ha, Oy. Buni solaveraymi? ha, sovuring. Keling, men yoshiyman. Bu yog'ini solaylik, issiq-ku kenaya. Xo'p. Ana. Bolalar narigi xonada uxlashdi. Bu yerda endi Oy. siz bilan birga ikkalamiz yotarkanmiz. Voy, men ham harsillab qoldim. Ish qilib turish kerak ekan kenaya. Qarabonmiz shekilli. Xolam uxladilarmi? Ha, uxladilar. Voy xola, Voy, Xadicha. 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 Tur, tur. Voy opa, Nima qilib yotibsan bu yerda? sizni palatesga qolishga ruxsat berishmadi-ku? Samandar qolsin dedi faqat. Men seni uyga ketibsan deb o'ylabman. Tur, ketdik. Sizga ruxsat berishdimi? Yo'q, ko'p savol berma, yur. Opa, Ha? xolamdan so'rab ko'ring. Noshpa bormikin? Belim og'riyapti. Tinchlikmi? Belingiz og'risa kenaya. Undan ko'ra og'riq qoldiradigan boshqa dori icha qoling. Noshpa ta'sir qiladimi? Ha, bo'ladi. Ha, bo'ldi, hozir so'rayman. Xola. Xola, Ho, anaqa noshpa doringiz yo'qmi? nimaga? Kenayimni bellari qattiq og'rib qopti. Ha, biz umuman dori ushamaymiz ya. Hamma narsa tabiiy o't-o'landan foydalanamiz. Ha, beli og'riyotgan bo'lsa-chi, shu karamni shunda issiq suvga qilib beliga bossin, yaxshi bo'ladi. Qo'l oyog'iga karam yaxshi. Karommi? Xo'p, xo'p. Anu, aloy yeringlarga. Yo'q. Belga karam. Shunaqa qilsin. Xo'p. Bu bola tushish kerak emas. Va'da berganman. Bu bolani nima qilib bo'lsa ham asrashim kerak. Tohir, Labbay opa, Tohir, labbay. haligi o'rtog'ingiz bor-ku? Vaqti bormikin? Bir joyga olib borib kelsin. Qayerga olib boradi? Ishim bor. Xo'p opa. Kenaya. Xolamda umuman dori bo'lmas ekan. Menda dori yo'q deyaptilar. Karomni qizdirib beliga bosinglar deyaptilar. Shunaqa qilamizmi? Ha, yo'q. Hozir tog'amnikiga borib kelaman. Telefonim ham qolgan. Ha, Kamron nima bo'lasizmi unda? Yo'q-e. Birpas tog'amnikida o'tiraman. Tog'amda maslahatlashadigan ishim bor. Opa, biz ham kiraylikmi? Yo'q, sizlarga nima bor? Ketaveringlar, o'zim yetib olaman. O'tir, nima qilasan o'tdi? Ha, mayli-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sulaymonova. Siz o'ziga tusharkansiz. Qachon? Hozir tushsiz ochirti yo'q ekan. Bo'ldi, xo'p. Rahmat. Mayli, xo'p. Oy.
Nima qilyapti bu yerda bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. O'ziga tushmoqchi edim. Nimadir bezovta qilyaptimi? Homiladormisiz? Ha. Menimcha bola tushish xavfi bor. Unda tekshirib ko'rish kerak. Keling. Yoshingiz nechida? 32 ga to'laman. Ha, nechinchi homila bu? 3-homila. Tushunarli. Bolani tushish xavfi bor. 8 haftalik ekan. Yurak yo'ryapti. Nima holatlar kuzatildi? Shu ozgina ertalab qon ketdi. Kasalxonada qolishingiz kerak. Meni ilojim yo'q kasalxonada qolishga. Farzandingiz kerakmi? Ha, kerak. Unda kasalxonada qolasiz. O'zim shifokorman. Uyda yotaman, dori-darmon qilib. Bola kerak bo'lsa yotasiz. Bolani tushish xavfi bor. O'zingiz ham vrach ekansiz, lekin vrach nazoratida bo'lishingiz kerak. Buni o'zingiz ham bilasiz. Zudlik bilan kasalxonaga yotishingiz kerak. Kunduz kuni yotib, davolanib, kechki uyga ketsam bo'ladimi? Bunaqa paytda yurish ham xavf soladi bolaga. Meni tushunyapsizmi? Yaxshi siz ikkinchi etajga, sahraniyaniga chiqing-da. Zaynab opaga uchrashing, glavvrachga. Qolmasdan davolanishni iloji yo'q-a? Bilmadim, chiqib vrach bilan gaplashing. Ha, ismlarni kim dedingiz? Ikkinchi etaj Zaynab opa. O'shalarga chiqasiz. Men hozir kompyuterdan jo'natib qo'yaman. Chiqavering. Xo'p, rahmat. Familiyangizni nima dedingiz? Umarova. Umarova. Bo'ldi, ketavering. Assalomu alaykum. Voy, siz bu xonada nima qilyapsiz? Adashib kirib qopman. O'ziga chiqing deyishgandi. Ikkinchi etajda yotgandim sahraniyada. Ha, keling. Nima bezovta qilyapti? O'zi sahraniyada yotibman-ku, kirasiz, bezovta o'rtadi-da, shuning uchun chiqdim. Ha, yaxshi. Qarang. Hozirgi qiz 2 qat ekanmi? Ha, homilador. Nimaga? Ha, yo'q, meni jiyanim bo'ladi-da. Ha, homilador ekanlar. Ha. Yuring, sizni ko'rib qo'yaman. Xo'p, xo'p. Yuring. O, bu nimadir ekan shu paytda? Ha, kelinjon? Opa, O, qattasiz? uydaman. Sizlarnikidaman. Voy opa, Ha, Daryo homilador ekan. voy. Siz joyidami? Nimalar deyapsiz? Ha, o'zimni quloqim bilan eshitdim opa. Hozir o'zidan chiqdi. Voy. Homilasi tushadi dedi. Borib yoting kasalxonaga dedi. Iye. Hazillashmang. Opa, o'zimni ko'zim bilan ko'rdim. Quloqim bilan eshitdim. Daryo homilador ekan. Iye. Hozir men o'zim kasalxonaga boraychi. Keling opa tez. O'zingiz ham ko'rasiz, tezroq keling. Daryoni telefonini shundoq ham olib borib berishim kerak edi. Hazillashmayapsiz-a? Qarang. Yuragim ko'tarmaydi bunaqa hazillarni. Opa, o'zimni quloqim bilan eshitdim. Homilador ekan Daryo. Voy. Menimcha hazillashmayapti bu qiz. Bo'pti. Xo'p, keling. Hozir boraman. Voy. Qayerdan homilador bo'lib qola qoldi bu endi? Voy tavba. G'alatimi shu qiz ham? Yo'q, bismillah. Buvi, siz ham yeng. Yo'q, sen yo'q. Assalomu alaykum buvi. Alaykum assalom. Kelinglar. Yaxshimisiz? Kelinglar. Qayoqlardan kelyapsizlar? Opamni kasalxonaga tashlab keldik. Nega? Gapir.
Dugonalari kasal ekan. Ha, Sizlar ketaveringlar dedi, men bir o'zim qolaman dedilar. Ha, qaysi dugonasi? Asal? Labbi xola, Daryoda bu yerda dugonasi yo'q edi. Kasalxonaga borganmish ko'rgani. Kim edi u? yo'q, lekin bu yerda o'rtoqlari yo'q edi. Menga tog'amnikiga boraman dedilar-yu. Tog'asiniga bordimi? Yo'q. Tug'ruqxonaga bordilar. Ha, tug'ruqxonaga? Ha, ovqat tayyorlab qo'yaman, dodangga olib bor. Tug'ruqxonada nima qiladilar kenayim? Anu, kenayiz homilador ekan-u. O'shanga bir narsa bo'lgandir. Doim shunaqa. Bosh-boshlab yuradi. Ha, mayli, tinchlik bo'lsin ish qilib. Nima qilib turibsan, dodangga ovqat olib bor. Xo'p. Men ham tug'ruqxonaga o'tib kelaman shekilli. Keling opa. Manalar Daryoxon. Daryo, Xola, nima bo'ldi bo'lam? Nima qilib yuribsan bu yerda? ha, siz qayerdan eshitdingiz? Keyin ko'rib qopdilar. Shu kasalxonada yotuvdi keyin. Homiladormisiz Daryoxon? Iya. Qayerdan homilador bo'ladi? So'rang. Tushunmadim. Opajon, o'zimni quloqlarim bilan eshitdim. Menga ishonmayapsiz? Nima deyapti keyin Daryo? Ha, homilador ekanman. A? Qayerda? Erimni yoniga borgandim-ku. Yo'y, esing joyidami seni? Hali bir hafta bo'lgan yo'q-u ering yoniga borganingga. Yo'q, men Istanbulga ketishdan avval borgandim. Hech kimga aytmagandim. Esing joyidami seni? Sen kechirmoqchimisan shu yeringni? Ha, eshikni yopib kelay. Tashqarida kimdir eshitib qolmasin, sharmanda. Tur. Hozir bolani yo'qotamiz. Bolani oldiramiz. Xola, bolada nima ayb? Yo'q, o'zi amallab yashayapsan-da. Seni esing joyidami? Ikkita bolani zo'rg'a boqyapsan-u. Yana bu nima qilganing? Bolamni oldirmayman. Daryo, ahmoq ekansan. Hali yoshsan. Boshqa erga tegarding. Kechirmagin shuningni. Ana, endi uyimizda chaqaloqlar ko'payadi. Sizni keliningiz tug'adi opajon. Men tug'aman. Daryoxon tug'adi, a? Opajon, bog'cha ochsangiz bo'ladi. Bog'cha ochasiz. Kelin, boring palatezga. Boring. Xo'p, opa. Daryo, qizim. O'ylab ko'r. Hali ham kech emas. Bu ering seni uysiz, pulsiz ko'chada qoldirdi. Sen qamoqdaligingda uylanib oldi.
sen bilan ajrashdi. Yana o'sha odamdan tug'aman deyapsanmi? Daryo, senga gapiryapman. Ahmoq ekansan. Nigora? Voy, mana bitta shaltoligini, bardak nimasi bu? Nigora! Voy, oyijon, sekinroq, bolani uxlatyapti. Nimasi bu? Endi bolalarim ovqatlangan bo'lsa kerak-da, oyijon, bu yoqda. Yig'ib qo'ymaysin, bolalar ovqat yegan bo'lsa. Voy, men ham ko'rganim yo'q. Nima ishlar qilyapsizlar o'zi? Nima ishlar qilyapsizlar? Nigorani yoniga bosh doriga kiruvdim, oyijon. Hop 2 soat qolib ketmagandirsiz, mana bitta ahvolini qarang. Oyijon, men betga kuni bilan kirganim yo'q. Nigora bolasini uxlatayotgan ekan. Bolalarim ovqat yedi debasiz-ku? Yegandir, dedim. Voy, bo'pti, bora qoling, o'zim qilib qo'yaman. Yaxshi-chi, oyijon. Shu Nigora senizi qizi. Agarchi begonani qizi bo'lganda urib o'ldirib qo'yardingiz. Bering menga. Men qarang, siz ham bundan battar bo'lgansiz. Urib o'ldirib qo'yganmanmi? Mengacha kesatu gaplaringizni qilmang, xo'pmi? Kelmayman Toshkentga, ketaman. Urishurasiz. Telefoningiz jirilayapti. Qani, oyijon? Ana oling. Voy, anu mayormi, polkovnik qilyapti yana. Ko'taring. Ayo, gaplashmayapman. Nuqta qo'ydim. Bo'lmasa ekan. Qiyin ekan bunaqa yoshda. Voy. Bu bolalarchi erga tegishimni ana qo'yib qo'ydilar. Xohlamayapti. To'g'risi ham de. Ko'p-katta xotin bo'lsam, qudandali bo'lsam, navarali bo'lsam, kim qo'yibdi menga erga tegishni? Nima qilibdi, oyijon? Qudandali bo'lsangiz. O'zingiz uchun ham yashashingiz kerak-ku. Ayol kishiga mehr kerak. Ana. E'tibor kerak. O'g'illaringiz o'zi xotiniga zo'rg'a mehr beradi. Siz bu narsani tushunasiz. Meni bolalarim tushunmaydi. Men qarang. Shu mayorga onangizla tegsa bo'lmaydimi? Voy, oyijon, oyim hayotda tegmaylar. Men-ku jon deb oyim erga tegsalar roziman. Qizlar tushunadi onani. Ukam qo'ymaydi, oyim. Oppa, ana, o'g'il bola shunaqa bo'ladi. Adasi rashk qilganga yarasha, adasidan keyin o'g'li ham rashk qiladi, shunaqa. Bir tomondan yaxshi rashk qilishi. Rashk qilmay o'lsa, oyijon. Voy, anu sevib buket qilib qo'ysa ekan arzisi. Voy, buket qilib qo'yibdi-ku, 3 tani tug'dirib qo'yibdi. Yana qanaqa sevgi kerak? Voy, yo'q-de. Insonga qancha ko'p mehr, qancha bo'lsa, shuncha kam bo'lar ekan, ha? Oyijon, xo'p, meni sevibdi, buket qilibdi. O'g'illaringiz ham sizni sevib buket qilib qo'ysin, keyin rashk qilsin. Shuni o'g'limga aytib qo'ying. Bitta bayramda-chi, bitta gulga arzimaysiz, oyijon. Voy, endi ona bola o'rtasiga sovchilik tushirmoqchimisiz siz? Oyijon, urushtirmoqchi emasman. Men ham 2 ta o'g'il boqyapman. Yaxshi niyatladi. Ertaga men o'g'illarim shunaqa qilsa, dodini ko'rsataman. Ko'chada qoldiraman, uyda haydayman. Voy. Sizchi, talab qilishni bilmaysiz. Yomonman. Yo'q, siz yomon emassiz. Yaxshi qaynonasiz, yaxshi onasiz. Bularni mamnuqa qilib katta qildingiz-da, oyijon. Ha, endi otasi mana shunaqa katta qilganman deb puflab. Qilish kerak emas. Talab qiling. Qilsin. Har oy sizga rasxod qilsin, pul bersin, gulob kelsin, onajonim boringizga shukr desin. Demaydi. Shunga o'rgatib qo'yganman-da o'zim. Sizda ayb. Ayb sizda. Endi xafa bo'lmang. Shuning uchun ham erga tegsiz maza qilardingiz. Zo'r bo'lardi. O'zingiz uchun yashardingiz. Bularingiz tugul bolalari ham qilmaydi. O'ylab ko'ring. Rassa mendan zerikibsiz-a. Qutulgingiz kelyapti mendan. Alayla. Bir xil kelinlar onasini qizg'anib rashk qilsa, bu erga tegin deydi. Oyijonim.
Nimaga mesdan qutulgim keladi? Men ham sizni baxtli bo'ling deyman. Ayollik baxtini his qiling deyman. Zerikib o'tirmang deyman qariganingizda. Oyijon, Voy, siz bilan zerikmayman. Zerikmayman sizdan. Ha. Bo'ldi, erga tegish plani yo'q bo'ldi. ha men bilan Bo'ldi. gaplashib Ha, o'tirasiz. Boshqa gapirmang, xo'pmi? Xo'p. Bo'ldi. Boring, ani shaltonni chaqirib chiqing. Nigora! Xo'p. Siz qilmang, o'zi qilsin. Xo'p. Qadriga yetadi, xo'pmi? Mashitni o'zi tozalasa. Ivirsib ketganni hamma yoni. Shalto. Siz bilarmidingiz? Nimani? Homiladorligini? Qamoqxonaga erini oldiga borib yurgan ekan. Opajon keldilar bugun ko'rishga. Charchatding shu daryo deb. Ozgina sabr qiling. Ali akani 15 yildan beri farzandi yo'q ekan. Qaysi ona farzandini dunyoga keltirib birovga berib yuboradi? Bo'lishi mumkin emas. Ikkinim homilador emaslar. Boyvachchasiga erga tegib, mana senga deb ko'rsatib qo'ymaydimi? Tarbiyasi boshqacha uni.
आओ أبو دغني ما بطل أغني ما كل كاركم ولا هيشه